Bismillahirrahmanirrahim. Bizning bugun so'zlaydigan bo'libmi biz Uyg'ur musulmonlari bo'lishga tegishli eng muhim axloqiy xislatlarning birisi hamkorlashish ruhi. Biz bilamiz, bizning dinimiz, ya'ni islom dini faqat shaxsni isloh qilish uchun kelmagan. Balki yakka shaxsni isloh qilish orqali shu shaxslardan tashkillangan sog'lom, go'zal bir jamiyat, davlat barpo qilish uchun, eng oxirgi hisobda butkul insoniyatni isloh qilish uchun kelgan. Mana mushu bir kollektiv barpo qilish, bir jamiyat qurish, hatto bir davlat qurishda hamkorlik mana mushuning asosi. Hamkorlik bo'lmay turib biz kollektiv qiladigan bir ishni tasavvur qilish mumkin emas. Shunga Alloh Qur'oni Karimda sizlar yaxshilikqa va taqvodorlikqa o'zaro birisi-biringlar bilan hamkorlashinglar deb shunda deydi. Ve taavenu alal birri ve taqva. Yani yaxshilikqa va taqvodorlikqa nisbatan sizlar birisi-biringlar bilan hamkorlashinglar. Yani yolg'iz qilsanglar ham bo'ladi albatta bir yaxshi ishni, ammo ba'zi ishlar bor. Bir inson o'zi yolg'iz qilib vujudga chiqara olmaydi. Dunyoda buyuk ishlar, nihoyat cho'ng ishlar yolg'iz kishilarning tirishchanligidan emas, balki nurg'un yolg'iz yakka shaxslarning tarkib topgan bir kollektivning tirishchanligidan vujudga kelgan. Bo'libmi masalan bizga nisbatan, Uyg'urlarga nisbatan deyli, bugungi kundagiga o'xshash o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirish, o'zimizning erkinligini, ozodlikni qo'lga keltirishga o'xshash buyuk ishlar butun millat a'zolarining, cho'ngining va kichikining o'zaro o'rtaq hamkorligi bilan andin vujudga chiqadi. Masalan, Payg'ambar alayhissalom bir hadisida mundoq degan, mo'minlar birisi-birisiga nisbatan xuddi istoshlik qilishda, birisi-birisiga nisbatan shafqat qilishda, yaxshi ko'rishda, ya'ni muhabbatda xuddi bir badanga o'xshaydi. Bu badanning ma'lum bir a'zosi og'riq his qilsa, boshqa a'zolarimi bu og'riqni his qilib qiziydi va soviydi deb shunda degan. Ya'ni butkul musulmonlarning yer sharidagi, u mayli sharqda yashasin, mayli g'arbda yashasin, mayli qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, xuddi bir badanga o'xshatgan. Biz o'zimiz tasavvur qilib boqaylik, masalan bizning bir badanimizdan bir tirnoqimizning uchi og'risa, biz bütün hamma esi yodimiz shu og'riqda qoladi. Ya'ni u og'riq qo'limizning uchi bilan cheklanmaydi. Buning ma'nosi dal shu. Bir musulmonga dunyoning har qanday yerida bir dard yetsa, bir alam yetsa, bütün musulmonlarning shu dardni tang, dardlanish, ustiga elish vazifasi bor. Gerçi bu hozir deyilsa, bunu biz Uyg'ur musulmonlar hozir ko'nglimizga oid yer. Yani shunda bir fojialik bir qirg'inlik qolgan vaqtimizda biz qarindoshlardan, musulmonlardan, bularmi boshqa musulmonlardan biz kutgan. Ya'ni bu hadis talab qilgan o qarindoshlikni, o yordamni biz kutgandek shaklda ko'rolmadik. Ammo ko'rolmaganligimiz bizning faqat bu axloqiy majburiyatga sal qarag'anligimizni bildirdi. Hargizmi halaqa musulmonlardan umid kutmaslik kerak ekan. Yoki hatto biz e'tiqod qilayotgan bu din bir chatoq o'xshaydi degandek bunda xato gumonlarda bo'lish nihoyat xatarlik. Xuddi shunga o'xshash yana bir hadis bor. Bu hadisda payg'ambarimiz musulmonlarni bir badanga o'xshatgan bo'lsa, yana bir hadisda musulmonlarni bir binoga o'xshatgan. Yashuddu ba'duhum ba'dan. Ya'ni al-muslimu lil-muslim kal bunyani. Ya'ni musulmonga nisbatan xuddi bir binoga o'xshaydi. Birisi yana birisini chingitib turdi deb shunda degan. Masalan, bir binoni tasavvur qilsak, u yakka xishlardan tarkib topadi. Her bir xish birisi-birisining ustiga tizilgan vaqtda anadan keyin bir bino quriladi. Mana bu xishlar birisi-birisi chingitib turib, anadan keyin binodan iborat bir o'rtaq maqsadga yetalaymiz. Yana Payg'ambar alayhisalom bundoq degan, yadullohi alal jamoati. Buning ma'nosi Allohning yordami bir jamoatning ustida. Ya'ni hamkorlasha olgan, birlasha olgan, bir yerga kelgan bir jamoatning ustida. Hargizmi yakka yalg'iz harakat qilayotgan kishilarning ustida emas. Hozir biz bugungi kunda bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining orasida hamkorlashib ish qilish qaraganda yakka ayrim ish qilish bir xil avj oldi, chet eldimi? Bu qaramoqqa shu shaxsning yaxshi ish qilib savob qozonishdan iborat bir psixik ehtiyojini qondirusimi? Ammo hamkorlashib vujudga chiqarmoqchi bo'lgan. Ya'ni asli ko'zlagan ulug' cho'ng maqsadga yolg'iz tirishchanliklar yetkazolmaydi. Bizning derdimiz bir shaxsning ustiga kelgan dard emas. Bir Muhammedning, bir Abdurrahimning,
bir turg'unning, yana bir ayrim odamning ustiga kelgan dard emas. Butkul millatning ustiga kelgan bu dardni butkul millat hamkorlik orqali andin yo'q qila oladi. Yalg'iz tirishchiliklar muhim. Ammo yalg'iz tirishchilik ko'rsatayotganlar o'zaro rasmiy hamkorlasha olgan vaqtda anandan keyin bu millatning dardining yengilishini umid bor. Bo'lmay qolsa hammamiz faqat o'zimizning ko'ngilni men ish qilib bekor yurmadim, vaqtimni isrof qilmadim, boshqalarga qaraganda men yaxshi ishni qilyapman deb ko'nglimizni xush qila olamiz. Azto'la ko'nglimizni avundira olamiz. Ammo dushmanning ustidan g'olib kelish, bayon degandek erkinligimizni qo'lga keltirish degandek ulug' ishlar hargiz yakka tirishchilik bilan hammamiz ayrim qo'limizga birini avtomatni elib olib, yolg'iz partizanlik urush qilsakmi, ammo sistemalik bir dushmanning oldida biz yana ojiz qolamiz. Shunlashqa millatning energiyasini to'plash, uni bir sep, bir kuch holatida bir yerga yig'ish bugungi kunda nihoyat muhim. Mana bu dal nima bilan amalga oshdi? Hamkorlik bilan amalga oshdi. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisida bundoq deydi. Bo'ra yolg'iz qolgan qo'yga hujum qiladi deydi. Bu hali maqol tamsil emas. Biz deymiz ya, shunga o'xshatgan bizning bir maqol tamsilimiz hozir darhol esim kelmadi. Topdan ayrılganını böyle yer. Ameliyatda bu bir hadis. Şu kelimesi bilen, muşu okutçu bilen bir hadisin ibaret. Hem de tüvende biz iki mezmun hakkında toxtulup sözümüzü ahırlaştırıyoruz. Hemkarlışın kıymeti. Zaten hemkarlık bizge nispeten zaten nemeden nerek verdi? O kanda muhim, nemiş ki muhim. Bir, ben üstüdüm azrak da öttüm. Biz özümüzden milli müstakillik, erkinlikimizni fakat ve fakat hemkarlış arkalıkla amelga aşıralayımız. Aramızda kançılık ulug kişiyle iktidarlık kişiyle çıkasın. Eğer bu kişiyle ortak hemkarlaşmay, muayyen bir ramki içinde hemkarlaşmay, ayrım tirişçilik göstersin mi? Bizden hazır men degen bu ulug arzuyumuz amelga aşmaydı. Çünkü bu kanuniyet unda emas. Bir devlet, bir milletin üstüden bir şahıs galba kılanmaydı. İkincisi, chet elda muhacirette özümüzden bu dini, milli kimlikimizi saklap kalışının şerti hemkarlaşış. Okşaşla biz Uygurlardan yirak yaşap, ayrım yaşap, meyli namazımızdan ait yaxşı okup getili, dinden ait çın turaylı. Ama biz özümüzden dini, milli kimlikin resmi saklaş noktasını bulup mu perzentlerimizden? Fakat ve fakat şu məlum rayonda yaşayan Uygurlar resmi hemkarlaşalığa vaxtıda, ulanın ortak bir cemaati boğa vaxtıda, bir mektibi, bozu bir mescidi, yani şulanı merkez kılgan bir kolektif hayatı boğa vaxtıda, analinkin bize chet eldeki prezentlerimizden özümüzden milli ve dini kimlikini saklaşımız an amelga aşıdı. Çünkü yalğız yaşaş bizni medeniyet cihetten asta etrafımızdaki hükümran medeniyetten yemige oğaylandırıyordu. Biz yakancı küçük olsak mı, yakancı çın tutsak mı, ama muhit bizden küçük. Muhitinin tesiri, ballarımızın köğüslüğün tesiri, ata-ananın köğüslüğün tesirinden eşip getirdi bazıda. Biz şunu hamkıyal kılmayla, aile terbiyesi, ata-ananın ballar üstündeki terbiyesi de çeksiz kudretki ege emez. O bir çeklemelikki ege bir güç. Eğer o yaşavatkan mahalle, cemiyet tarafından az dola maslaşıdığın bir tarafını toluklayanmasa, fakat ve fakat ata-ananın küçüğü taynıpla, çetlerdeki Uygurlarının milli dini kimlikini sağlam saklap kılış pek kıyın. Mümkün emez desem ters buluşum bu doğru olmaz ki mümkün ama pek kıyın. Bunu tarihteki nurgun tecrübeli ispatlayatıdır. Hem de üçüncüsü, intihai mühim bir nokta. Eğer biz muhacirette, yani chet elde Uygurlar, iktisadi cihetten güllenmekçi olsa, iktisadi cihetten dest durmakçı olsa, okşaşlı hemkarlıkka muhtaç. Bulup mu hazır vakitte fevkulatlı hemkarlıkka muhtaç. Şunda bir nesil oylap bakayla biz, üzümüzde iktisadın emez, dünyadaki iktisadi terakki kılgan barlık milletlerinin, çoğu şirketleri qarab bakıdığın bolsak, şirketlerinin mutlak köpü, biz bilediğin, meyli alma şirketi, Google şirketiga o'xshash yoki g'oyat zo'r neft şirketleri var. Mesela çoğun bir talla bazarı var Amerika'nın, Walmart deydigan. Yani Japonya'nın, mesela Kore'nin Samsung degan şirketleri, yani qit'a halkıgan, neçe trilyonluk meblağı var şirketlerinin mutlak köpü hemkarlık asasidagi şirketler. Yani pay hessedarlık şirketleri. Yani şu kişiler bugünkü günde o'xshamagan millet, o'xshamagan irqdagi kişilerini bir yerga cem qilib, şu o'xshamagan kişilerin iktidarlık, ixtisoslik egalarini bir yerga to'plab, ana shu iqtisodiy imperiyalarni vujudga keltirgan. Bizning mi boshqa chiqish yo'limiz yo'q. Chet elda agar biz iqtisodiy jihatdan qad ko'tarimiz, o'rnimizdan turimiz deydiganmiz, bizmi ana shu hamkorlik yo'liga menish birdan bir chiqish yo'limiz. Bo'lmasa
Canımızda bakalışımız mümkün. Ama çoğu işlerini vücutga çıkarışımız asasen mümkün emas. Ama chet eldagi Uyg'urlarga nisbatan bugungi kunda iqtisod bizga xuddi havo qanday muhim bo'lsa, oksigen qanday muhim bo'lsa, shunday muhim. Bugungi kunda chet eldagi, yana takrorlayman, biz Uyg'urlarga nisbatan ko'p pul tepish, iqtisodimizni zo'raytirish nihoyat muhim, Alloh nihoyat katta ajr bergan ibodatlarning biri. Mumkin bo'lsa buni hamkorlik orqali bir qurilmaga yig'ila olgan vaqtimizda biz xuddi payg'ambarimiz hadisda deganiga o'xshash, ikkingni sheriklashsanglar, uchinchisi men deganiga o'xshash bu hamkorlikqa barakat qo'shiladi. Ammo bizning hamkorlikni qamlashtirolmay, uni qoidasi bo'yicha qilishni bilmaslikdan kelgan mag'lubiyatlik tajribalarimizga asosan sheriklashmaslik kerak ekan, hamkorlashmaslik kerak ekan, o'zim yolg'iz ish qilaylik dedim degan ma gaplar tegi taktidan aytganda bizning dinimizning ruhiga zid. Bunda tasavvur qilib boqaylik, payg'ambarimiz hadisida ikkinglar Alloh yo'lida bir sheriklashib tijorat qilsanglar, uchinchisi Alloh degan tursa, ya'ni barakat bor ma'ishda deb nihoyat kuchli tashabbus qilgan tursa. Endi biz men sheriklashmay dedim, sheriklashib bo'lmaydigan ish kerak deb bunda bir tajribani bir hayot mezonimizga aylantirib olsak, bu qaysi bir islom mantiqisi qo'ygan? Endi qanday qilganda hamkorlasha olamiz? Endi bu eng muhim bir masala. Men haliqi nishonimiz bir bo'lganda, yo'limiz bir bo'lganda, aqidamiz bir bo'lganda degan hammamiz bildigan to'g'ri gaplarni qilib o'tmaymiz. Biz buni qayta jiq deb ketdik. Ammo bizning diqqatimizdan saqit bo'layotgan men bir qancha muhim nuqtani ta'kidlamoqchi. Birinchisi, biz bu dinimizning ana prinsiplariga ishonish bilan kifoyalanib, tushunishning xilma-xil bo'lganligiga, har xil bo'lganligiga mushuni qabul qilgan vaqtimizda. Bu qanday gap? Biz islomning haq ekanligiga iymon keltirgan bo'lsak, payg'ambarimizning, ya'ni Muhammad alayhisolamning elchi ekanligiga, payg'ambar ekanligiga iymon keltirgan bo'lsak, Qur'onning Allohning kitobiga ekanligiga iymon keltirgan bo'lsak, qiblaning ashi o'xshashligiga iymon keltirgan bo'lsak, ya'ni dinimizning eng ana tuyruklariga nisbatan ishonishimiz o'xshash bo'lgan bo'lsa, endi dinimizning ichidagi nurg'un ijtihod qabul qiladigan nurg'un masalalarda o'xshamagan iqlimdagi kishilarning xilma-xil tushunchalarda bo'lishini hech qisi yo'q, ammo o'xshash bu mening qarindishim degan bu keng qo'soqlikka kelmagicha bizning bir yerga kelishimiz, ittifoqlashishimiz, hamkorlashishimiz asosan mumkin emas. Bu tushunchadagi har xillik toki sahobalar davridan boshlab boshlangan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning ba'zi o'xshash oyat haqidagi tushunchalar o'xshamaydi. Masalan deyli, Hazrati Abu Bakr zakat to'lashga unamaganlarga jang e'lon qilgan vaqtda, ya'ni bular bilan urushma degan vaqtda Hazrati Umar bunga qarshi chiqqan. Biz buni nimani tasavvur qila olamiz? Agar Hazrati Umar balkim xalifa bo'lgan bo'lsa, qaraganda urush qilmoqda ekan deb o'ylasa xato emas. Demak, sahobalarning ba'zi masalalardagi ijtihodlari farqli bo'lgan. Bu qiyomatgacha shunday bo'ldi. Shunlashqa biz tushunchalarimizdan boshlab birlikka keltirgan vaqtda hamkorlasha olamiz desak, biz rasmiy bir fantaziyadan birini, ya'ni bir xam xiyoldan birini o'ylagan bo'lamiz. Ishonganlarimiz o'xshash bo'lsa, tushunchalarimiz sal farqli bo'lsa hech qisi yo'q. 2. O'zimizning bir o'rnimizni va vazifamizni qabul qilgan vaqtimizda. Endi o'rnimizni va vazifamizni deyishimda hamkorlikda bu yerda bir qurilma bor. Bu hamkorlikdan iborat bu qurilmaning ichida hamkorlik ishchidagi kishilarning vazifasi o'rni o'xshamaydi. Birisi boshqaruvchi o'rinda bo'lsa, birisi boshqaruvchini ijro qiladigan boshqaruvchi o'rinda. Yana birisi uning ichidagi, masalan birisi mashina haydaydi deylik, birisi darvozani xabar oldi, birisi ambachi, yana birisi planlovchi, yana birisi bir nima qiluvchi. Mesela o'xshash bir shirkatning ichida amaliyotda o'xshamagan vazifa va o'xshamagan o'rin bor. Bir odam shu o'rnini, vazifalarini, mening vazifam shu, shu o'rnim shu deb ichidan qabul qilgan vaqtda anadan hamkorlikdan so'z ochqili bo'ldi. Men yuqorqi hadisga qaytib boqili. Mo'minlar xuddi bir badanga o'xshaydi dedi. Ya'ni mo'minlar jamiyatini payg'ambar alayhisalom nimaga o'xshatdi? Bir badanga o'xshatdi. Bir badanning hammasi o'xshashmi? O'xshash emas. Beden xilma-xil a'zolardan tarkib topgan. Bizning beshimiz bor, qo'limiz bor, putimiz bor. Ichki a'zolarimizni sanab kelsak, sanab bo'g'ilib bo'lmaydigan organlarimiz bor. Ammo hammasining Alloh bekitgan o'zining funksiyasi bor. Hammasi o'zining funksiyasini eng yaxshi shaklda joriy qildirgan vaqtda anandan keyin beden rasmiy sog'lom harakat qila oladi. Agar qo'limiz mang'aba deb turib olsa, putimiz tutaman deb turib olsa, burnimiz yeyman deb turib olsa, inson yashay olamda? Yaşayamaydı. Çünkü hemmisi özünün organidan halkıp ketken bir vazifini talışıvadı. Eğer bedellerimiz minimizden komandanlığını kabul kılması için,
Mingimiz putumuzga mang deb buyruq qilsa, putimiz unimiz uchun. Bu chaqda insonning normal yashashi mumkinmi? Mumkin emas. Yana bir hadisni o'ylaylik, binoga o'xshatyapti. Binomi qandoq? Binoning tarkibining hamma yeri o'xshashmi? O'xshash emas. Uning turiki va, torus va, tamba, limba, ishik va, deraza va. Mana mushu tarkiblarining hammasinin vazifasi va o'rni o'xshash emas. Mana mushu vazifasi va o'rni o'xshash bo'lmagan ayrim parchalar bir yerga kelgan vaqtda o'z qoidasi bo'yicha bir yerga jug'langan vaqtda anandan keyin bino bir sog'lom bino bo'ldi. Agar hamma eshik derazaga aylanib olsa, derazali eshik bo'lib olsa, busuquli boshqa birinin bo'lib olsa shu. Bino olamda bo'lmaydi. Xuddi musulmonlar jamiyatimi shundoq. Bir tashkilotmi shundoq. Bir yerga kelib bir ish qiladigan vaqtda vazifa va o'rinni qabul qilgan vaqtda anandan keyin bu hamkorlik amalga oshadi. Yana bir o'xshatib qo'ysam bir mashina. Mashinaning ruli va, chaqi va, motori va, mana bularning hammasini vazifasi ayrı. Aşılamisi bir yerga kelgan vaqtda anandan keyin mashina mangadi. Hamda üçüncü muhimlikda o'sha farqlarni qabul qila olgan vaqtimizda. Hamda hamkorlik ichida hamma odamning o'xshash bo'lishini atayin. Hozir men tilga olgan o'xshatishga o'xshash, binoning tarkiblari, odam badanining organlari o'xshamaganga o'xshash, bir hamkorlik mexanizmining ichidagi hamma odamning o'xshash bo'lishini atayin. Mijoz xarakterida farq bo'ldi, madaniyat orqa ko'rinishida farq bo'ldi, bilim seviyesi farqli bo'ldi, hatto yurti farqli bo'ldi. Mana bu farqlar amaliyotda bizga nisbatan hamkorlashishning asosi bo'lishi kerakki, herkes hamkorlikni to'sab qo'ydigan to'salg'uga aylanmaslik kerak. Chunki hamkorlik deganimiz o'xshamagan farqqa ega kishilar bir yerga kelib, o'xshash bir nishonni amalga oshiradigan bir jarayon. Agar hammamiz o'xshash bo'lsak, menga o'xshash o'ylash kerakdi, menga o'xshash fikr qilish kerakdi degan vaqtimizda, bayamqaga o'xshash, qo'lam mangsib o'tdi, putum tutsib o'tdi degandek bir ahmoqlikni sodir qilgan bo'lamiz. Shunlashqa farqlarni qabul qilish ve onu layıklı o'rniga qo'yish hamkorlikning nihoyatda muhim shartlaridan biri. Hamda to'rtinchisi, hammamizni o'sha ahdi ingimizni turg'izgan vaqtimizda. İnşallah biz bu ahdi ingi haqida, ahdiga vafo qilish haqida biz nima qilamiz? Ayrim bir to'xtalamiz. Bu ahdi deganimiz, ya'ni intizomchan bo'lgan vaqtda demakchi. Ya'ni hamkorlikning ichida bir tuzum bo'ldi. Bu tuzumni qabul qilgan vaqtda, ijro qilgan vaqtda anadagi hamkorlik amalga oshadi. Agar o tuzum ingimiz tuvan bo'lgan vaqtda hamkorlikni amalga oshirish asosan mumkin emas. Endi beshinchisi, biz aqliylashalgan vaqtimizda, ya'ni so'qqan bo'lgan vaqtimizda. Chunki ba'zi hamkorlik hammamiz birisi-birimizga omroq odamlar bir yerga kelib qilishimiz noto'g'ri. Ba'zi vaqtda bizning bugungi kunda mavjudligimiz, borligimiz tahdidga uchragan vaqtda biz o'rtaq dushmanga qarshi shu dushmanning borliq raqiblari bilan bu so'qqanlik bilan hamkorlashishga muhtoj. Agar biz hamma narsani xillab, undaqkan, ma'mundaqkan, egizkan, pakakan, unda, ma'mundaq, ma'ning qarshimunda degan vaqtimizda bizning dushmanimiz birdan yeb ketadi. Bunda o'xshatib baqili, o'rmonlikda bir turkum hayvon bor. O'rmonlikning sirtida bo'ri besib kelyotdi. Ammo o'rmonlikning ichida tugi bor, qo'y bor, kala bor, to'shqon bor. Bunlar hammasining o'zining ichida adovati bor. Masalan, o'tgan yili kalama qo'yni ustib o'tgan. At eshakni tepib o'tgan, eshak qo'yni bir nima qilib o'tgan. Bo'ri besib kelayotgan vaqtda avval hamkorlashaylik deganda, kala o'tgan yili men at meni tepgan, magu bilan bir yer turmayman desa. Qo'y, men eshak meni tepgan, men buningga bak o'sh desa. Vaqt qanday bo'ldi? O'shada bo'ri keladi, birdan yeb tugitdi. Hozir bizning realligimiz Uyg'urlarning shuningga o'xshaydi. Xitoydan iborat o'rtaq dushman oldida biz nayt so'qqanlik bilan hamkorlashishni o'rganmasak, hissiyotning keyni kirib turib, u burun bunda qilgan, bu urun unda qilgan degandan keyinla ishimiz chatoq. Bizni shu kavobning zihni sig'irganda birdan ujuqtirdi. Buning uchun bek yiroqni ko'ygan bir so'qqanlik va aqliylik lozim. Alloh hammamizga shunday bir aql farosat ato qilsin. O'sha hamkorlash ruhini barliq musulmonlarga, jumladan biz Uyg'ur musulmonlarga Allohdan bir nisb qilishini, o'zimizning izdishini Allohdan tilayman. Rahmat.